Hozir Oktagon Ligani menejerlari bilan gaplashdim. Menga ham jang ber, ijtimoiy tarmoqda yurgan xezalaklarga bir haqiqiy erkak qanaqa bo'lishini ko'rsatib bir o'rnak bo'lib qo'yayin desam, obunachilaring kam deydi. O vaqtida meni 900 mingta obunachim bor desam, hozirgisi amal deydi. Xullas chiganlar mana shu videoga like, podpiska, repost, kommentariy bo'lsin deb million prosmotr bo'lsin. Lekin bitta narsa. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmeniston, Ozarbayjon, Turkiya, Afg'oniston, Turkiston, Qoraqalpog'istonlik jigarlarim bilan urushmayman, jang o'tkazmayman, vizib tashlama. Menga to'lka mana yevropalik chet davlatnikilar kerak. O'shalar bilan bir jang qilib, haqiqiy erkak qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Keyin aytayapti, bizlarga bir shoumenlar kerak deyapti. Prosta jang qiladigan emas, shoumen bo'lish kerak deyapti. Shoumenlik qila olmaymiz jigarlarim. Haqiqiy shouda qafasga kirgandan keyin shouni ko'rsatamiz. Dastoyni mujiklar bo'lsa, bitta poddershka kutaman, обязательно подписка, like, kommentariy. Mujiklar sila.